Kitob o'qish insonni ma'rifatini oshiradi, dunyo va oxiratda saodatli yashashi oson bo'lishiga sababchi bo'ladi. Qur'oni Karimning ma'nolarini tarjimasini o'qiyotganimda bir hikmatni anglab qoldim. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun zikrini odatda biz musibatda, ta'ziyada aytar ekanmiz. Aslida bu zikr insonga baxt, saodat, ketgan narsani o'rnini to'ldirish va sizga musibatni oxirini xayrli bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Alloh taolo Baqara surasi 155-156 oyatlarda biz insonni mol dunyo, xavf-xatar, meva-chevalarni kamaytirish bilan imtihon qilganimizda, albatta biz Allohnikibiz va Allohga qaytajakmiz deydigan sabirlarga xushxabar ayting. Ularga Alloh tarafidan salovat, rahmat, mag'firat va to'g'ri yo'lga hidoyatlash bordir, ya'ni go'zal rizq bordir degan. Demak, inna lillahi va inna ilayhi rojiun zikri insonni baxt saodatga olib chiqar ekan. Faqat musibatda emas, kunlik hayotingizda aytib duo qilsangiz, Alloh taolo buni orqasida ko'p hikmatlarni berar ekan. Payg'ambar alayhisalom aytdilar, ummatimga boshqa ummatlarning birortasiga berilmagan shunday narsa berildiki, u musibat yetganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun zikridir dedilar.